Ajrashganman. Og'ir masala. Umidsizlik, ishonchsizlik, xavotir, g'azab, nafrat, doimiy stress holatlari miyaga ta'sir qiladi. Bachadon va tuxumdon faoliyatini boshqaruvchi markaz bosh miyada joylashgan. Gipotalamus, gipofiz. Bu stress faktorlarini qabul qilib, pastga tuxumdonlarga buyruq boradi. Tuxumdonlar faoliyati buziladi. Bachadon ichki endometriya qavati yupqalashadi va ayolda hayz 1-2 kunga nomiga surkalib keladi. Maslahatim: miyani stress faktorlaridan cheklang. O'zingizni band qiling. Miyada yopishqoq fikrlar o'rniga yaxshi fikrlarni kiritishni, uyqu rejimini yaxshilang, ovqatlanish rejimini to'g'rilang, o'zingizga vaqtida dam bering. Eng asosiysi harakatdan to'xtamang. Oldinga qarab yurib, doimiy rezultat ko'rsatib yuring.